islom muzeyda saqlanadigan eksponat emas. Ibrohim kelishuvlarini qat'iy rad etishi va yahudiy vujudi bilan yaqinlashuvni islom va musulmonlarga nisbatan ulkan xiyonat sifatida baholashi lozim edi. Qozog'iston esa yaqinda rasman bu kelishuvlarga qo'shildi va bunda Aliyev hukumatining hissasi borligi inkor etilmaydi. 13-noyabr kuni Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazida Markaziy Osiyo umumiy ma'naviy ma'rifiy meros, umumiy kelajak mavzusidagi xalqaro kongress boshlandi, deb xabar qildi Dunyo axborot agentligi muxbiri. Kongressda xalqaro tashkilotlar, diplomatik korpus, ilmiy va madaniy muassasalar vakillari, shuningdek, mintaqa va Ozarbayjondan kelgan olimlar va san'at arboblari ishtirok etdi. Kongress oldidan Usmon mushafini Mo'y Muborak madrasasi muzeyidan Islom sivilizatsiyasi markaziga o'tkazildi. Tadbir Islom sivilizatsiyasi markazi, din ishlari bo'yicha qo'mita va O'zbekiston musulmonlari idorasi hamkorligida tashkil etildi. Muftiyat ham o'z faoliyatini Islom sivilizatsiyasi markaziga ko'chirdi. Bir qarashda kongress islomni ilm, ma'rifat va madaniyat o'laroq mintaqa xalqlarini birlashtiruvchi omil sifatida targ'ib qilinayotgandek ko'rinadi. Lekin teran nazar tashlansa, g'arb davlatlari, ayniqsa Amerika, islomni ma'naviy yodgorlik va madaniy meros sifatida tarix sahifalarida qoldirib, uni siyosiy hayotdan siqib chiqarishni ko'zlayotgani ma'lum bo'ladi. Chunki ular islomni ummatni yagona vujud ko'rinishida birlashtiruvchi siyosiy dastur sifatida emas, balki iqlimiylikka asoslangan tarixiy madaniyat sifatida talqin etmoqda. Bundan tashqari, Prezident Mirziyoyev tadbir ishtirokchilariga yo'llagan murojaatida Markaziy Osiyo va Ozarbayjon xalqlari o'rtasidagi do'stlik va birodarlik rishtalarini alohida ta'kidladi. So'nggi paytlarda mintaqaviy anjumanlarda Ozarbayjonning ishtiroki tobora faollashmoqda. Bu esa mintaqani Amerika geosiyosiy rejalariga muvofiq tarzda shakllantirish va Ibrohim kelishuvlari platformasiga yaqinlashtirish uchun xizmat qiladi. Chunki Ilhom Aliyev hukumati Isroil bilan harbiy, siyosiy va iqtisodiy jihatdan kuchli aloqalarga ega bo'lishi bilan birga Ibrohim kelishuvlariga qo'shilishga tayyorlanayotgan davlatdir. Qozog'iston esa yaqinda rasman bu kelishuvlarga qo'shildi va bunda Aliyev hukumatining hissasi borligi inkor etilmaydi. Shuning uchun ham Toshkentdagi kongressni madaniy hamkorlik niqobi ostidagi Amerika geosiyosiy manfaatlariga xizmat qiluvchi muloqot formati sifatida baholash mumkin. Chunki agar mazkur anjuman chindan ham islom sivilizatsiyasini qayta tiklash va musulmon xalqlarini yagona ummat sifatida birlashtirish maqsadida o'tkazilganida, Ibrohim kelishuvlarini qat'iy rad etishi va yahudiy vujudi bilan yaqinlashuvni islom va musulmonlarga nisbatan ulkan xiyonat sifatida baholashi lozim edi. Shuningdek, ummatning birligi faqat yagona xalifalik ostida amalga oshadigan haqiqat ekanligi oshkor aytilgan bo'lardi. Biroq mazkur haqiqatlar haqida og'iz ochilmadi. Aksincha, bu boradagi sukut va tinchlik, muloqot, totuvlik kabi shiorlar ostida islom olamini g'arbga geosiyosiy bo'ysuntirish, islomiy siyosiy uyg'onish g'oyalarini mo'tadillashtirish va musulmonlarni siyosiy jihatdan uyquda ushlab turish siyosatini ko'rish mumkin. Bu esa Amerikaning muloqot orqali itoatga solish strategiyasining bir qismidir. Shuni unutmaslik kerakki, islom muzeyda saqlanadigan eksponat emas, balki Alloh tomonidan nozil qilingan mukammal hayotiy nizomdir. Shu sababli islom sivilizatsiyasi haqida gap ketganda, uni madaniy yodgorlik sifatida emas, hayotning barcha sohalarini qamrab oluvchi tuzum sifatida qayta jonlantirish vazifasi turishi lozim. Ummat birligi esa kongresslarda yoki deklaratsiyalarda emas, balki faqatgina islom saltanati tiklanganda, ya'ni Roshid xalifalik davlati qayta barpo etilgandagina amalga oshadi. Alloh taolo aytadi: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Ey musulmonlar, Allohning arqonini jamoa holingizda mahkam tuting va bo'linib ketmang. Bu oyatda jami'an so'zi Allohning arqonini ishlovchilardan hol bo'lib, ma'nosi jamoat deganidir. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ushbu so'zlaridagi jamoaning aynan o'zidir. Kimki sizlarning ishingiz bir kishida jam bo'lib turgan holda sizlarni isyon qildirmoqchi yoki jamoalaringizni bo'lib tashlamoqchi bo'lib kelsa, uni qatl qilinglar. Demak, hadisdagi bir kishining ostida jamoa bo'lish hamda
oyatdagi jami'an so'zlari bir ma'noda kelgan. Islom ummati bir kishining qo'l ostida jam bo'lgan voqelik faqat xalifalik davridagina ro'y bergan. Bugungi kunda ummat vujudi 60 dan ziyod davlatchilarga bo'linib ketgan holati esa Alloh taoloning bo'linmangiz degan buyrug'iga ziddir. Shunga ko'ra, musulmonlar mavjud tarqoq holatini o'zgartirib, Roshid xalifalik davlatini barpo qilish orqali bitta hokim ostida birlashmog'i vojib bo'ladi.